Voyaga yetmagan qizga ijtimoiy tarmoqda jinsiy mazmundagi xabar yuborgan yigit qo'lga olindi. Rossiya aviakompaniyalarida mijozlar uchun yangi qulay tariflar ishlab chiqilyapti. Katta oziq-ovqat omborlaridan birida politsiya tekshiruv o'tkazdi. Samara viloyatida migrantlarning 120 dan ortiq kasblarda ishlashlari taqiqlandi. Tojikistonlik yigit bilan shu yerlik millatchi o'rtasida bir konflikt kelib chiqdi va oqibatda tojikistonlik yigit bu millatchini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 25-yanvar. Odatdagi migrantlarga oid yangiliklar va xabarlarni hozir birma-bir aytib o'taman. Voyaga yetmagan qizga jinsiy mazmundagi xabar yuborgan yigit qo'lga olindi. Bu yigitcha 2003-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik yigit ekanligi aytilyapti. Hozirda bu yigitchani keyingi tekshiruvlar uchun, surishtiruv uchun, ya'ni politsiya bo'linmasiga olib ketilgan. Shuning uchun men har doim aytayapman, buni Instagram sahifamda ham aytib o'tdim. Ya'ni voyaga yetmagan qizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda yozishmalarda e'tibor berish kerak. Kelinglar shu videoni maksimal do'stlaringizga ulashib qo'yinglar-da. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ayniqsa jinsiy mazmundagi xabarlarni, undagi SMSlarni yuborib qo'yishmasin. Rossiyaning aviakompaniyalari 1-martdan mijozlar uchun qo'shimcha qulayliklar qilish maqsadida tariflarni yangilayapti. Aynan Rossiya aviakompaniyalari qolgan shu O'zbekiston havo yo'llari, boshqa aviakompaniyalarga qaraganda ozmoz qattiqroq tartibda ishlar edi. Ya'ni chipta xarid qilgandan keyin mana shu registratsiya vaqti yo'lga bormagan passajirga yoki avvaldan chiptani bekor qilmoqchi bo'lgan passajirga qulayliklar mavjud emas edi. Ya'ni aytaylik, O'zbekiston havo yo'llarida uchib ketgan samolyot uchun ham passajirga 70% o'rtacha pul qaytib berilsa, Rossiya aviakompaniyalarida bunday imkoniyat yo'q edi. Ana endi 1-martdan bu Rossiya aynan havo yo'llari uchun qulaylik qilish maqsadida yangi tariflar ishlab chiqilyapti. Hozir men alohida to'xtalib o'tmoqchi emasman. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tsalaringiz men joylab qo'yaman. Qanday tariflar joriy qilinadi, biletni qanday qilib onlayn bekor qilish yoki pulni to'liq qaytarib olish haqida men joylab o'taman. Instagram yoki Telegram kanalimizga o'tsalaringiz men shu yerda alohida uzun post bo'lgani uchun bu yerda to'xtalib o'tmoqchi emasman. Tariflar haqida batafsil yozib qoldiraman. Katta bir Avashnoy bazada, sabzavot omborlarida politsiya tekshiruvlarini o'tkazdi. O'zi oxirgi paytlarda Sankt-Peterburg shahrida aynan politsiya reyd tadbirlari kuchaytirgan. Aynan bu safar ham Sankt-Peterburgdagi Kalenin sabzavot omborida migratsiya qonunlarini buzgan chet elliklarni aniqlash maqsadida politsiya bu yerdan reyd o'tkazdi. Operatsiyada politsiya xodimlari maxsus kuchlar bo'linmasi iskiovich itlar bilan ham tekshirildi. Bu yerdagi itlar uchun nima deyishimiz mumkin? Shu bizning dinimizda hayvon tekkan mahsulotlar harom hisoblanadi-ku. O'ylayman shu Avashnoy bazada ishlaydiganlar, bu yerdagi rahbarlar bu vaziyatni albatta nazorat qilishadi. Samara viloyatida ana endi migrantlar uchun umumiy 120 tadan ortiq kasblarga ishlash taqiqlandi. Viloyat gubernatorining tasdiqlagan qaroriga ko'ra, endilikda patentli migrantlarga maktablarda, farroshlik sohasida, jamoat transportida, oshxonalarda va yotoqxonalarda ishlash ham mumkin bo'lmaydi. Bu yerda o'zi avvaldan taksi va ta'lim dorixonalarida allaqachon cheklovlar joriy qilingan edi. Endi bunga qo'shimcha kasblar ro'yxati ham kiritildi. Men buni Telegram kanalimda joylayman. Aynan mana shu Samara shahrida qaysi kasblarga patent bo'lsa ham qaysi sohalarda ishlashlik taqiqlanganligi haqida. Asli Tojikistondan bo'lgan yigit shu jamoat transportida millatchilar bilan kelishmovchilik sababli konflikt kelib chiqdi va bu yerda bu tojikistonlik yigit millatchilardan birini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Hodisa 19-yanvar kuni Moskovskiy oblastida bo'lgan. Bu millatchi yigitlar to'planib olib, atrof muhitni hurmat qilmasdan yonidagi bir qizchaga hurmatsizlik qilishgan va jamoat tartibini qo'pol tarzda buzishgan. Tojikistondan bo'lgan Imomali ismli yigitning so'zlariga ko'ra, shu ya'ni ayblanuvchini shu millatchilardan biri bu yigitni ko'ziga birinchi bo'lib gaz ballon sepgan. Ana undan keyin shu o'zini tutib tura olmaganda bu yigit pichoq bilan shu millatchilardan biriga tashlangan va oqibatda pichoqlangan yigit joyida vafot etgan. Endi bu yigit qotillikda gumon qilinib qo'lga olindi va bu yigit endi afsuski uzoq yilga qamalishi mumkin. Shuning uchun joylarda ogoh bo'linglar do'stlar. Shu millatchilar bilan to'qnash kelib qoladigan bo'lsangiz, ular ko'ryapsiz, jamoat xavfsiz, jamoat tartibini qo'pol ravishda buzyapti yoki o'zini tuta bilmayapti. Bunda e'tiborsiz qoldiring. Keling shu politsiyaga qo'yib bering bunday tartibsizlarni.
Mana ko'ryapmiz-ku, bu yigit bilan ham shu ozmoz dakki berganga yaqinlashgan bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham shu jamoat transport tark etgan, ana undan keyin bu yigitni orqasidan quvib borib, gaz ballonchik sepib, o'rtada konflikt kelib chiqqan. Bu yigit endi mana arzimagan sabab bilan uzoq yilga, ya'ni kamida 10 yilga qamalishi mumkin. Shuning uchun joylarda ogoh bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Shu millatchilarni ko'rib qoladigan bo'lsangiz yoki ko'ryapsiz, jamoat transporti yoki atrof muhitda tartibni qo'pol buzayotganlar ko'rib qolsangiz, u haqida qo'lingizdan kelsa politsiyaga xabar bering. Bo'lmasa e'tiborsiz qoldirib ketganingiz ayni hozirda to'g'ri va muddao bo'ladi. Do'stlar, sizlarga tayyorlagan yangiliklarim, xabarlarim shulardan iborat edi. O'ylayman sizlarga bu yangiliklar manfaatli va kerakli bo'ldi. Bu video bilan maksimal do'stlaringiz bilan ham ulashib qo'yinglar albatta, balkim ularga foydali va kerakli bo'lsa. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.